Assalomu alaykum. Erkin O'zbekiston dasturida bugun kechagi O'zbekistonga nazar tashlamoqchimiz. Bir vaqtlar Islom Karimov tarixiy xotirasiz kelajak yo'q degan edi. O'sha davrlarda Islom Karimov so'zidan iqtibos keltirilmagan maqolalar e'lon qilinmasdi, ko'rsatuvlar esa efir yuzini ko'rmas edi. Bugun esa Islom Karimov haqida bir qancha bahslar yuzaga kelmoqda. Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q deydik-ku, ammo Islom Karimovning davriga siyosiy baho bermadik, bu davri o'rganilmadi va jiddiy fikrlar bildirilmadi. Islom Karimov davriga tanqidiy fikr bildirganlar esa turli ta'na dashnomlar ostida qolib ketmoqda. Kechagina esa Islom Karimovning kenja qizi Lola Karimova otasi haqida tanqidiy fikr bildirishlar yoki uni nomini obro'sizlantirish uchun turli buyurtmalar bo'layotganini aytib chiqdi. Lola Karimovaga javob bergan professor Sherzodxon Qudratxo'ja doimgidek internet bullingga nishon bo'ldi. Umuman olganda bu haqda men monolog o'qimoqchi emasman. Islom Karimov bilan birga yurgan, u bilan yuzma-yuz suhbatdosh bo'la olgan, hozirda AQShda yashab kelayotgan Jahongir Muhammad bizga Zoom orqali ulangan va ular bilan bu haqda gaplashamiz. Jahongir Muhammadni YouTube'dagi Jahonnoma kanali va Ozodlikdagi intervyular orqali juda yaxshi taniysiz. Assalomu alaykum Jahongir aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Rahmat Anvarxon, o'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Umuman olganda bizga intervyu uchun vaqt ajratganingiz uchun kattakon rahmat. Sizdan ilk bor birinchi marta intervyu olishimiz. Rahmat. Men ham doim sizni kuzataman, albatta. Har holda o'zbek mediasida sizlar bayroqdor. Jahongir aka shu vaqtgacha Lola Karimova Islom Karimov haqida ortiqcha gapirmasdi. Lekin bu safar u otasini obro'sizlantirish uchun maxsus kompaniya, maxsus buyurtma borligiga iddao qildi. Sizningcha kim bo'lishi mumkin? Nima uchun to'satdan Lola Karimova shunday iddao qilmoqda? Kimdir Islom Karimov nomini qoralash uchun buyurtma berishi, mablag' berishi mumkinmi? Nima deb o'ylaysiz? Uni gaplarida qanchalik jon bor? Endi bilasizmi, ilgari ham Lola Karimova bir paytlar otasini diktator deyishganda Fransiyada yo'q, meni otam diktator emas deb sudga ham bergan fransiyalik bir jurnalistni. Lekin sud otang diktator deb qaror chiqargan o'shanda. Haqiqatdan ham buni otasi diktator ekanligini va dunyoda bunga dalillar yetarli ekanligini chiqargan edi. Shundan keyin bu indamay ketgan edi. O'sha paytda ancha tanqidlarga sabab bo'lgan, Amerikadan sotib olgan katta koshonalari hammasi o'rtaga chiqqan. Shunaqa bo'lib jim bo'lib ketgan edi. Demak, o'sha kunlarni hammasini odamlar unutdi deb o'ylagan bo'lsa kerak, hozir yana birdaniga o'rtaga chiqib qoldi. Lekin menimcha uni o'zi ham juda yaxshi biladi otasining kimligini, ammo bir fikr aytay deganda baloga qoldi o'zi mana gapirib turib. Yo'q, buyurtma yo'q. Endi Karimov haqida mana bizlar 30 yildan buyon tinmasdan gapiramiz. Hech kim buyurtma bergan emas. O'zbekistonda ham hali Karimovni tanqid qilish bo'yicha rasman buyurtma berilmagan. Agar buyurtma berilsa bormi? Ko'rardingiz, gapirmagan odam qolmasdi. Man otam deb yurganlar ham chiqib Karimovni osmondan olib yerga urardi, yerdan olib jahannamga tiqib yuborardi. Buyurtma bo'lsa. Hech qanaqa menimcha buyurtma yo'q. Odamlar endi baribir shu qandaydir o'sha Islom Karimovning faoliyatiga siyosiy baho beraylik degan fikrda. Bu fikr juda kuchayib kelyapti. Chunki anonim tarzda Mirziyoyevni o'zi Karimovga bahosini berdi. Mana shu o'tgan yillar davomida. Masalan, aytdiki, o'sha 37-yillardan ham yomon davrni yashadik. Xalqni bilgan holda o'zimiz ataylab ongsizlashtirdik. Kerak bo'lsa odamlarga, hattoki ko'chadagi stolbalarga ham ish ochdik. Odamlarni juda qatag'on qildik, hamma yoqda rasvo qildik degan gaplarni aytib, o'sha Karimovga ham o'zi bahosini berdi. Ammo lekin anonim bo'ldi. Ya'ni Karimovning otini aytmasdan turib bu ish qilindi. Odamlar kutdi endi, mana 9 yildan buyon kutyaptiki, qachondir bir siyosiy baho berilishi kerak deb. Bu endi hozir mana har yil mana shu o'lgan kunida, Karimovning keyin tug'ilgan kunida bu masala o'zidan kun tartibiga kelyapti. Shunday ekan, endi baribir bu narsani
shu amalga oshirish kerak, uning siyosiy bahosi berilishi kerak uning faoliyatiga. Chunki Islom Karimov, mana man keling 3ta faqat misolda aytay sizga, nima uchun siyosiy baho berilishi kerak. Birinchisi, O'zbekistonda, umuman O'rta Osiyoda bir imkoniyat paydo bo'ldi. Birlik imkoniyati, ya'ni o'sha Turkistonga, Turonga qaytish imkoniyati paydo bo'ldi. Bu 90-yillarning boshida. SSR tarqalib ketgandan keyin O'zbekiston shu imkoniyatning markazida edi. O'zbekistonda o'sha SSR tarqaldi, O'rta Osiyoning kaliti O'zbekistonda edi. Turkvo degan harbiy okrug bor edi, ya'ni harbiylarning markazi O'zbekistonda edi. O'rta Osiyo diniy idorasi bor edi. Bu ham markazi O'rta Osiyoda edi. Xullas, hamma sohani olsangiz markazi O'rta Osiyoda edi va biz shuning uchun ham o'sha paytda talab qilganmizki, shu Turkiston masalasini qo'yaylik, bitta Turkiston bo'lsin, mayli bir nechta rahbarlar bo'lasizlarmi, lekin O'rta Osiyo birlashsin degan masalasini avvalda Karimov qabul qildi, to'g'ri dedi. Shuni qilamiz dedi. Rozi bo'ldi. Mana bizlar bir necha marta shuni talab qilganmiz Karimovdan. Bo'ldi, shuni qilamiz dedi. Lekin keyin birdan Nazarboyev bilan gapi qochgandan keyin teskari bo'lib ketdi, hamma yoq yopildi. Ko'ryapsizmi, qanaqangi tarixiy imkoniyat boy berildi. Bu birinchisi. Ana ikkinchisini qarasangiz, bu Karimov yangi davr boshlandi. Yangi O'zbekiston boshlandi. O'zi tashabbus qilib konstitutsiyani yozdirdi. O'zi boshida turib tuzatdi konstitutsiyani, qayerlarda nima bo'ldi, boshqa bo'ldi. O'zi konstitutsiyaga kiritdi. 2 martadan ortiq bo'lishi mumkin emas. 70 yoshdan oshiq bo'lishi mumkin emas deganini sessiyada turib o'zi kiritdi. Qarsaklar bo'ldi o'sha yerda. Shunga o'zi amal qilmadi birortasiga. 27 yil shunday o'tirdi shu yerda. Endi buni qanday qilib biz bugun shularni hammasini xulosa qilmasligimiz kerak. Yoki deylik boshqa masalalarda ham xuddi shunday bo'ldi. Endi qolgan hammasini umumlashtirib birinchi, uchinchi deb yuborish mumkin. Qatag'onlar masalasi. Juda keskin ravishda bu odamlarni qatag'on qildi, o'ldirdi, ochiqchasiga o'ldirdi. Buni hamma biladi. Masalan, deylik o'sha Shohrux Ro'zimurodov masalasi. Mana Emin Usmonlar, yozuvchi Emin Usmon, qarang, men birga ishlaganman shu odam bilan O'zbekiston radiosida. Shunaqangi tarbiyali, shunaqangi ajoyib inson ediki, salom bersangiz alik olganini eshitmay qolardingiz. Shunaqangi tovushi sokin, shunday edi. Shunga bitta hujjatni olib kelishgan, shuni ko'rib bering deb. Shu O'zbekiston tanqid qilingan, kamchiliklar yozilgan qog'oz ekan. Shuni ko'rib tahrir qilib bergan. Keyin shuni sen tahrir qilib berding deb qamoqda qamab o'ldirib yuborishdi-da endi. Mana shunaqa holatlarda yashaldi. Shularda hamma, masalan, ommaviy qatag'onlar bo'ldi. Shularni hammasini olib bir marta bo'lsa ham mana yangi O'zbekiston deyapmiz. Bu bir siyosiy baho berib, mana shunday xatolardan o'tdik biz. Mana shunday xatolarni qilmasligimiz kerak deb siyosiy bahosini berish kerak. Bugun menimcha odamlar mana shunga tayyor, odamlar shuni kutyapti bugun. Shu narsa bo'lmasa oldinga ketish bo'lmaydi baribir. Lola Karimovaning gaplariga Sherzodxon Qudratxo'ja ham munosabat bildirdi. Professor Sherzodxon Qudratxo'ja tashqaridan O'zbekistonga nisbatan bildirilgan fikrlarga doim hozir javob bo'lib kelganlar. Bu safar ham Lola Karimovani fikriga nisbatan munosabat bildirdilar va ta'na dashnomlar ostida qolib ketdilar. Bu Karimovni yaxshi ko'rgani uchun emas odamlar. Sherzod nimada ishlaganda, bu Karimovning yonida matbuot kotibi bo'lgan bir. Ikkinchidan, Karimov o'lgandan keyin uni butun otam deb ulug'lagan. Odamlarni asabiga tegayotgan narsa mana shu. Sen Karimovning yonida ishlading. O'sha paytda matbuotga hammasiga Karimovdan zo'r odam yo'q deb singdirding. Hatto o'lganida ham men shunday buyuk odam bilan birga ishlagan edim deb yozding. Endi bunaqa deyapsan deb uni ikkiyuzlamachilikda ayblay boshlashdi. Lekin men shunda ham aytdimki, bu noto'g'ri, uni ayblamanglar. Sababi mana bir marta bittasi chiqib Karimov davri tush edi, qora tush edi deganda rosa uni urdik, jin bo'ldi, ketdi.
endi buni ham ursak bu ham chin bo'lib ketadi va ertaga Karimovni atrofida bo'lgan odamlar hech qaysisi u yerdagi sirni, u yerda bo'lgan voqealarni ochmaydi. Men ham kaltak ostida qolaman, meni ham toshbo'ron qilishadi degan fikrimni yozdim. Eshitish kerak ularni. Sherzodlarni ular ko'p endi, Zelimxonlar bor, boshqalar bor, hammasini eshitish kerak. Mayli ularga o'sha pushaymonlik haqqini tanish kerak. Har bir odamni pushaymon bo'lishga haqqi bor. Xato qiladi, boshqa bo'ladi, gapira olmaydi, bir vaqtda qo'rqoqlik qiladi, lekin bir kun vaqt kelganda pushaymon deb chiqib gapirsa, uni kaltaklab tashlamaslik kerak. Eshitish kerak. Bugun mana shu to'g'ri, odamlar ikkiyuzlamachilikda ayblayapti, lekin hozirgilar odamlar o'ylayaptiki, buni biz tanqid qilsak, hozirgilarga foydasi bo'ladi deb. Hozirgilar baribir bundan xulosa chiqarmaydi. Ular yana maddohligini davom ettiraveradi. Lekin bularni eshitish kerak. Ming afsus, bu Sherzodxonni yana 3-chi masalasi bor. Bu tinmasdan Mirziyoyevni maqtayapti, hozirgi prezidentni juda qattiq maqtayapti-da, bu ham odamlarning jig'iga tegyapti. Ya'ni o'sha samimiy bo'lish kerak. Bo'lsa chiqib aytish kerakki, mana men o'sha nimalardan o'zim pushaymonman. Shuning uchun ham bugun ochiq aytaman hamma gapni deb aytish kerak. Yoki Lolani o'zi ham chiqqanda u ham aytish kerak ediki, haqiqatdan otam shunday kamchiliklarga yo'l qo'ygan. Ya'ni otam osmondan prezident bo'lib tushgan emas. Albatta insonda xatolar bo'ladi. Mana men bir farzand sifatida kechirim so'rashim mumkin otam uchun deb keyin sekin aytish mumkinki, hay endi baribir olamdan o'tib ketdi, nima bo'lganda ham deb bir nimalar desa, hech kim hech narsa demas edi unga. U ham endi otasini birdaniga haligi katta bir yetib bo'lmas qoyaga nima qilib taqqoslayapti-da. Shuning uchun ham odamlarning jig'iga tegdi. Chunki O'zbekiston 27 yilda umuman potensialni yo'qotdi-da. Mana men boya 3-chiga qo'shib yubordim. Yana bitta masalani aytay. Islom Karimovning o'zi uzoq yillar Davlat planlashtirish qo'mitasida ishlagan. Bu qo'mitada eng kichkina joydan eng raisigacha ko'tarilib chiqqan. SSSR paytida butun hamma narsa o'sha qo'mitada planlashtirilar edi. Qancha paxta yetishtiriladi, qancha yer bor, qancha zavod, fabrika bor, kimga qancha pul beriladi, hamma narsa o'sha yerda edi. Hamma narsani o'sha idora bilar edi. Mana shu idoradan chiqqan odam Karimov va o'zi aytdiki, bizda 50 million odamga yetadigan resurslarimiz bor dedi. Mana buni videosi turibdi hozir. Shuni biz qo'yganmiz, shu videoni tarqalib ketgan, hamma joyda turibdi. Endi, xo'p, qani shu 50 million odamga yetadigan narsa qani? Lolaga ketdi, Gulnoraga ketdi, Karimovning o'ziga ketdi. Endi buni hisobini so'ramaslik kerakmi? Bu xalqning haqqi edi-ku. Shu xalqning haqqi bor hisobini so'rashga. Ana shuning uchun ham albatta bu siyosiy baho berilishi kerak. To'g'ri, Sherzodxon Qudratxo'ja bir vaqtlar Karimov bilan birga ishlab, uni nomini ulug'lagan bo'lishlari mumkin. Lekin misol uchun men ham Islom Karimov haqida material tayyorlaganman, tanqidiy fikr bildirganimga menga ham xuddi shunday ta'na-dashnomlar bo'lgan. Lekin men vaholanki Karimov davrida uni ulug'lagan emasman, unga maddohlik qilmaganman, na oldingi davrda, va hozir men prezidentlarga nisbatan jurnalist sifatida bunday fikr bildirmayman. Lekin men ham Karimov haqida tanqidiy material qilganimda, sen o'zing nima qilgan eding, nima haqqing bor Islom Karimov haqida mana shunday fikrlar bildirishga degan ko'p dashnomlarga men ham nishon bo'lgandim. Nima uchun bunday deb o'ylaysiz? Bu yerda biz unutmasligimiz kerakki, hali ham hokimiyat Karimov kadrlarining qo'lida. Ular Karimovning Pandora qutisi ochilib ketsa, ichidan lo'ppillab shular hammasi chiqib keladi. Ana shular qarshilik qilyapti-da. Biz sirlarimiz ochiladi degan shular. Shuning uchun ham ular sizga hujum qiladilar, boshqalarga hujum qiladilarki, bular tinch tursin, ochilmasin o'sha narsalar deb. Bu narsani endi bilmadim, endi ularning davri o'tib ketdi, ammo lekin hali ham hokimiyat tepasida eng muhim joylarda ular o'tirishibdi-da.
Demak, Karimov davriga siyosiy baho berilsa, Karimov davriga tanqidiy nazar bilan qaralsa, o'sha davrda uni yonida bo'lgan odamlarning ham kamchiligi, ular ham qilgan noto'g'ri ishlar ochilib qoladi. Shuning uchun ular qo'rqyapti deyapsiz. Ularni familiyalarini ayta olasizmi? Misol uchun kimlar bugun shu o'zlarini ishlari ochilib qolishidan qo'rqib, Karimovni tanqid qilganlarga qarshi ishlamoqda? Kimlar? Familiyalar ayta olarmidingiz? Ular katta jinoyatlarda ishtirok etganlarda, misol uchun deylik Gulnorani hozir 10dan biri ochilgan emas hali Gulnorani ishida. Masalan, Gulnora masalasini 2000-yilda biz ko'targanmiz. Birinchi bo'lib Amerika ovozida juda katta shov-shuv bo'lgan, 6-7 kun nimalar dastur berganmiz. Navbahor Imomova bilan gaplashsangiz bir aytib beradi buni. Shu masalani qanday ko'targanmiz. Hatto shundan keyin juda meni qarindoshlarimga hammaga quvg'inlar bo'lib ketgan. Lekin o'shandagi narsa haligacha ko'plari ochilgan emas. Uni pullarni chiqarib bergan diplomatiya yo'llari, uni uyiga haligi Qur'oni Karimlarni, tarixiy O'zbekistonda turishi kerak bo'lganlarni, O'zbekistondagi eng qimmatbaho tarixiy yodgorliklarni ichidagi boyagi toshlarigacha, bilasizmi, hammasini buni uylariga, villalariga chiqarib berganlar. Qolaversa uning aytganini qilib, masalan, istagan tashkilotlarni istagan odamga sotganlar, reketyorlik qilishda qatnashganlar, bular oddiy odamlar emasda, bular hozir ham tepada o'tiribdi. Hozir ham bular katta hurmatlarda nima qilib yurishibdi. Mana Zokir Almatovga o'xshagan yoki Komilovga o'xshagan yoki Zelimxon Haydarovga o'xshagan bular bevosita ishtirok etgan. Qanday qilib Gulnora bitta o'zi hammasini yelkasiga qopga solib ko'tarib tashib yurgan deysizmi? Chegaralar bor edi. Bu tekshiruvlar bor edi. Mana shular hammasi borda, bular ochilishdan qo'rqadi hammasi. Xuddi shunday, misol uchun Lolani o'ziga ham xuddi O'zbekistonda shular hammasi katta yordam bergan. Bu boyliklarni olib chiqib ketishdi. Lekin bilasizmi, men avval Rost24 internet saytida ishlaganimda ham va hozir bugun Uzdiplomat saytida ham ko'chaga chiqib muxbirlarimiz oddiy odamlardan, ko'chadan o'tib ketayotganlardan fikr so'ragan. Siz Islom Karimov haqida qanday fikrdasiz? Islom Karimov shaxsini va uning prezidentlik davrini qanday yodga olasiz deb so'rovnoma o'tkazganimizda 95% ga yaqin odamlar uni yaxshi gaplar bilan yodga olishgan. Islom Karimovni juda ham yaxshi ko'rishligini, u davrda ko'plab yaxshi ishlar bo'lganligini, u juda ham yaxshi siyosat yurgizgan degan fikrlar bildirgan. Ya'ni bu o'sha ko'chadagi odamlar, aholini fikri. Aksariyat odamlar unga nisbatan yaxshi fikr bildirishgan. Mustaqilligimizni boshlab bergan inson-ku. Mana qanday yaxshi hayotda yashayapti, hamma xursand. Mutlaqo eng ko'p hissasi bo'lgan Islom Abdulaziz Karimov, shu o'zimizni vatanimizni relsga solib bergan Islom Abdulaziz G'aniyev juda ko'p ishlarni bajargan. Stalin haqida ham juda yaxshi fikr bildirib, o'zini o'ldirganlar bo'lgan, yig'laganlar bo'lgan, lekin 56-yilda bir kechada hammasi teskari bo'lib, Xrushchev bu masalani 20-siyezda ko'targandan keyin hamma uni keyin kamchiliklarini ayta boshlaganda, odamlarda bir ichki qo'rquv bo'ladi birinchisi. Ikkinchidan matbuotga, televideniyaga, shu tomonlarga ishonch bor. Ya'ni bu yerda o'sha maqtalavergandan keyin shunga mana bu yerda nima chiplar faqat shu atrofida ishlab ketadi-da. Shu narsa bor. Agar chiqib turib buni kamchiliklari bor, siyosiy baho berilib kamchiliklarni aytgandan keyin siz mikrofon tuting, odamlar qanday gapiradi. Hozir endi juda ehtiyot, qo'rqishadi. Azaldan endi Sovet davridan xalqimiz mikrofondan qo'rqadi. Men o'zim jurnalist bo'lganman, juda ko'p haligi diktafon bilan yurardim, odamlardan intervyu olaman desam, yaxshilab gapirib turgan odam diktafonni shunday bossam, shuni qizilni o'chirib turing keyin deyishardi-da, o'sha paytda ham. O'shanda ham shu narsa edi, qo'rqoqlik bor edi. Ammo lekin keyin Gorbachev oshkoralikni bergandan keyin shu odamlar bemalol gapira boshladilar, hamma narsani ayta boshladilar. Hozir ham mana shu siyosiy baho berilsa, odamlarning fikri tez, juda tez
o'zgaradi. Hozir ham ko'raman men Amerikaga kelgan odamlar bilan juda ko'p uchrashaman. Bitta o'tirsak hammasi shu faryod. Ammo lekin 3 kishi bo'ldikmi jim bo'lishadi-da. Qo'rquv bor. Bu genlarga kirib ketganda bu qo'rquv. Mana shu qo'rquv tufayli shunday yaxshi desam qutulaman deydi-da, yaxshi deb ketaveradi. Otaxonimiz falon shu payg'ambar darajasida edi ham deb ketaveradi. Bizni o'zbekchilikda shunday fikrlar bor, ya'ni o'lgan odam haqida uning ortidan yomon gapirilmaydi. O'lgan odamni ortidan yomonlash, u haqida qoralash mumkin emas degan gaplar bor. Balki odamlarga shu ta'sir qilganmikan, nima deb o'ylaysiz? Endi bu islomning asosida bu narsa yo'q. Islomning asosida shu o'lgan odamlarni ham tanqid qilingan. Masalan, Qur'oni Karimda ham firavnlar juda keskin tanqid qilingan, yoki deylik o'sha payg'ambarimiz davridagi o'sha paytdagi, ulardan oldingi paytdagi ba'zi bir Abu Jahllar juda keskin tanqid qilingan. Ammo lekin keyinchalik podsholar, xalifalar, sultonlar bular mullalar orqali odamlarga ta'sir qilib, shunaqangi unaqa hadis bor, boshqasi bor, o'lgan odamni gapirmaslik kerak deb qo'shishgan. Bu o'zlarini o'ylab qilgan. Bu birinchidan. Endi oddiy odam haqiqatdan ham o'lgandan keyin oddiy odamning orqasidan nima qilasiz? Gapirib foydasi bormi? Biror bir kelgusiga hech qanaqa foydasi yo'q. O'ldi ketdi bir oddiy odam. Ammo bir mamlakatning rahbari bo'lgan bo'lsa, millionlarning taqdiri uni qo'lida bo'lgan bo'lsa, yoki millionlarga zulmni o'tkazgan bo'lsa, u haqida gapirmaslik jinoyat. U haqida gapirmaslik dinga ham, islomga ham, hamma narsaga xiyonat u. Uni gapirish kerakki, toki undan keyingi odamlar bundan dars chiqarsin. Uni gapirish kerakki, shu jamiyat keyin rivojlansin. Bugun mana shu gapirmaslik kerak deyayotgan odamlar bir paytlar Karimov paytda yaxshigina o'g'ri bo'lgan, yaxshigina poraxo'r bo'lgan, orden medallarni sotib olgan shunaqa odamlar. Shular hali gapirmaslik kerak deydi. Gapirsa bizga ham kelib yetadi. Bir uchi, hali ximchinni uchi kelib yetadi deydi. Chunki ximchinda odatda o'sha uchi urgan joyga qattiq og'riydi-da. Mayli odamlar fikrini bir chetga surib turaylik, lekin Karimov shaxsi umuman siyosatchi sifatida o'ta qat'iyatliligi, uni kuchli siyosiy irodaga ega bo'lgani, qo'shnilar bilan munosabatda ham va hattoki Rossiya prezidentlari ham, Yeltsin ham, Putin ham Islom Karimovga nisbatan boshqacha hurmatda, undan cho'chibroq munosabatda bo'lganini aytishadi. Shunday gaplar ham bor. Bunga nisbatan qanday fikr bildirasiz? Bu tashqi ko'rinishda shunday edi. O'sha paytda dastlabki paytlarda Rossiyada Yeltsin demokrat odam edi. U tanqidlarga e'tibor qilmas edi. Kerak bo'lsa Yeltsinni o'sha Kremlga borib Ozarbayjon prezidenti Abulfayz Elchibey o'sha yerda sharmanda qilgan. Haligi Yeltsin ruscha gapirsa ozarbayjoncha gapirgan. Rosa qiynalib qolib tarjimon topisha olmagan. O'shanda keyin bitta ozarbayjon tarjima qilib berganda shu darajada edi demoqchiman. Ya'ni o'sha paytda Yeltsinni rosa istagancha tanqid qilish mumkin edi. Bu bir. Ikkinchidan, Putin kelgandan keyin ham bu Rossiya bilan Karimov orasida o'yin boshlandi. Bular o'yin qildi. Bular aslida yurak-yurakdan ikkalasi bitta odam edi. Aka, ukadek juda qalin odam. Ammo lekin vaqti kelganda siyosat uchun qilindi. Siyosat uchun ba'zi tashkilotlarga kirildi, chiqib ketildi, boshqa bo'ldi, ammo lekin hammasi siyosat uchun. Amalda qarasangiz, bu tashqi ko'rinish, ichki ko'rinishiga qarasangiz hamma narsani Rossiyaga berdi. Hamma narsani. Nimani istasa shuni berdi. Faqat aytdiki, men xalqimni tinchitish uchun tanqid qilib turishim kerak dedi. Quruq tanqid, ba'zi gaplar, endi tanqid emas, ba'zi bir shikoyatnoma gaplar bo'lib turdi. Ammo lekin aslida hamma narsa ketdi Rossiyaga. Masalan, nimalarni berib yubordi? Sanab bera olasizmi?
Masalan, yer osti boyliklari, masalan deylik, gazni berib yubordi o'sha paytda, butun energetika tizimini berdi. Keyin katta yirik zavodlarni berib yubordi. Masalan, O'zbekistonda aviatsiya degan yirik boshqarma, haligi katta bir viloyatga teng bo'lgan zavod bor edi, aviatsiya zavodi. Samolyotlar, uchquchlar bu yerda tayyorlanar edi. O'sha tuvlar, boshqalar hammasi O'zbekistonda chiqar edi-da. Shuni butun asoslari hamma nimasi bilan berib yubordi Rossiyaga. Yoki boshqa deylik harbiy nimalarda ham ko'p narsani berib yubordi. Bosh Turkvoni qanchadan qancha uchqushlari, boshqalari bordi. Imma-jimmida vertolyotlargacha hammasi Rossiyaga ketib qoldi. Juda ko'p narsa berildi-da. Va yana Lola Karimovani o'sha fikriga qaytsak, Suriya bo'lib ketmaganiga, Afg'oniston bo'lib ketmagani, u yerda Karimov mehnati bor deyishadi. Shu fikrlarga sizni munosabatingiz qanaqa? Endi men bitta misol beray sizga. O'sha 90-91-yillarda biz matbuot anjumanlari o'tkazar edik, muxolifat. Shunda mana dindorlar ham, diniy tashkilotlarni liderlari kelib biz bilan yonma-yon o'tirib, gaplashib, hammaga savol javob qilinar edi. Mana Abdulla O'tayev degan bor edi, o'sha paytda Islom Uyg'onish partiyasining raisi. Uni ham yo'qotib yuborishdi, o'ldirib. Yo'q bo'ldi, tamom. O'z-o'zidan yo'q bo'ldi-da, endi o'rtada. Yo'q qilishdi. Shu meni yonimda o'tirib shunday savollarga javob berardi. Ular hech qanaqa radikal emas edi. Ular o'z fikrlarini, boshqasini shunday aytar edi. To'g'ri, Namanganda bir haligi bo'lganda ham, o'shanda ham dindorlarni jahlini chiqargan Karimovning o'zi bo'ldi. Namangandagi voqeada ham. Sababi Karimov borib uchrashaman deb uchrashmay qaytib kelgandan keyin ular viloyatni binosiga kirib oldi. Ana undan keyin Karimov qaytib borishga majbur bo'ldi. Lekin ularga bosimni qilavergandan keyin radikallashib ketdi ular. Ba'zi bir kichkina radikal guruhlar bor edi. Uni yo'q demayman, ammo lekin siyosat noto'g'ri bo'ldi. Juda bosim kuchli bo'ldi. Bolangizni ham burchakka qo'ying, uravering, qaytarib turib bir mush urib qoladi oxirida. Shuning uchun u yerda bir siyosatni to'g'ri qilish kerak edi-da. Jahongir aka, fikrlaringiz uchun katta rahmat. Keyingi intervyularda uchrashguncha deb qolamiz.